65-degicha qanatsiz qushqa aylanganimga 1 yil bo'pti. Mushu 1 yilda yig'ladim, qaqshidim, tirishdim, qaysar bo'ldim. Lekin ashu yig'idin, ashu qaqshashdan atamni qaytirib egilolmadim. Ammo shu tirishishdan atamning sayisini ko'rdim. Shu qaysar bo'lganimdan atamning chiroyidan tabassumni ko'rdim. Shu tirishish jarayonida yo'liqqan oңushsizligimda atamning menga rag'batlantirgan simasini ko'rdim. Utuq qozondim deyolmasammi, ammo lekin g'albining yo'liga qadam bosdim. Mana bu natija mushu 1 yildan yoqi tirishqanligimdan, qaysarligimdan, eng muhimi atamning mening qalbimda turib izchil menga madad berganidan, menga eng yaxshi bo'lgan esil tarbiyalarini qoldirganidan kelib chiqqan natija. Rahmat ata. Menga mol dunyodan muassiz eng qimmatli bo'lgan esil tarbiya va bilimni ato qilganingizdan. Shularni menga meros qilib qoldirganingizga rahmat. Ata, men cho'qim siz mangan yo'llarida menga sizning izingizni besib faxrli qizingiz bo'laman. Menga mangu qalbimda turib madad berishingizni tilayman.